Endiki leksiyemizin mavzusu hürmetli vatandaşımındır. Aksaray aldırap kaldı, yoki tenep kaldı. Ciddi holat qonuni orqali Jungoning tajovuz qilib kirishini cheklaydi. Mavzuli xabar 3-29-kun New-York vaqt gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Jungoning tajovuz qilib kirishi desalar, harbiy qurol bilan emas. Bu boshqa bir fikrdagi mavzu ekan. Shunday tushuninglar, darhol xato tushunch paydo bo'lib qolmasin, hurmatli vatandoshim. Xabar mundaq boshlandi. Jungodan import qilingan bir qism tovarlarga jazolash xarakterli tamojna beji qo'yish tayyorlanayotgan bir vaqtda Aksaray Amerikaga yangi mablag' solishni cheklash orqali texnik strategik ahamiyatga ega zarba berish orqali Jungoning yuqori texnika sohasida yetakchi o'ringa ega bo'lishini to'smoqchi bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlar, ya'ni Aksarayning bu siyosati intayin jiddiy siyosatchi, hurmatli vatandoshim, diqqat qiling. Prezident Trump hukumati Jungo hukumatining Amerikada Washington detali 5G simsiz texnika va sezgur texnika sohasiga mablag' solishini cheklashga tayyorlik qildi. Demak, Jungo o'sha sohalarga mablag' solmoqchi edi. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati buni cheklashga tayyorlik qildi. Va Jungoning ba'zi texnik kasbiy sohalarda ustunlikka erishishini cheklamoqchi bo'ldi. Bu kasbiy texnika sohalari bir necha 10 yillik uzun musofalarda yer shari iqtisodiga haydakchilik qiladi. Demak, bu texnika Jungo shug'ullanayotgan texnika. Amerikada mablag' solmoqchi bo'lgan texnika. Bu qandaqsi urush harbiy parxod yasaydiganlar yoki elektronlik saymallarni yasaydiganlar texnika emas. Bu yerdagi eng ajallik nima? Bu texnika bundan keyingi bir necha 10 yillik dunyoning iqtisodiy hayotiga haydakchilik qiladigan texnika deydi. Diqqat vatandosh. Jungoda bo'lsa, Jungoda tijoratni taraqqiy qildirmoqchi bo'lgan Amerika şirketleri cümleden texnikasini mecburlaş orqali mecburi ötünüp berishga mecbur bo'lgandan keyin Aksaray hozir Jungo şirketlerinin hem Amerikada o'xshash sarguzashtlarni boshdan ko'chirish orqali to'sqinlikqa uchrashishini o'ylayotdi. Amerika şirketleri Jungoda qandaq to'sqinlik uchrayotgan bo'lsa, hozir Aksarayning o'ylayotgani Jungo şirketleri hem Amerika'da şundak to'sqinlikqa uchrash kerak. Federatsiya hukumatının amaldarlari mundaq ko'rsatdi. Buning uchun hozir Amerikaning Moliya ministri davomli ishlatib kelayotgan davlat jiddiy holat qonunidan foydalanishni o'ylashyapti. 1977-yili tuzilgan xalqaro jiddiy holat iqtisodiy huquq qonunida prezidentga favqulodda tahdidga taqobil turishga keng huquq berilgan. Jumladan Jungo bilan elib boradigan savdoni cheklashni o'z ichiga oladi. Cümleden Jungo bilan elib boradigan savdoni cheklashni o'z ichiga oladi. Savdo aloqalarini cheklash va chet el mablag'ini to'ng'itish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. 9-oyning 11-kunidagi hujumdan keyin bu qonundan foydalanib boshqa davlatlarni jazolagan September 11 degan terroristlarning hujumi vaqo shundan keyingi gap. Bu to'g'rida to'xtalib, Fordham Universiteti qonun professori Matt Gold mundaq dedi. Bu qonun bilan Amerika, Sudan va Iran qatorliq davlatlarga iqtisodiy jazo bergan ayni chaqda. Hatto ko'p hollarda Amerika shirkatlarining bu davlatlarga mablag' solishini cheklagan. Ham bu davlatlarning shirkatlari bilan savdo qilishni cheklagan. O'sha qonunning ro'yi bo'yicha xalqaro pul huquq qonuni, xalqaro jiddiy holat qonuni
xalqaro jiddiy holat qonun, jiddiy holat iqtisod qonuni orqali yuqoridagi davlatlarni cheklagandir. Matgol mundaq ko'rsat. Bu qonundan foydalanib Jungoning mablag' solishini cheklash, Jungoning kapitalini bir taraf qilish va boshqa usullar orqali tijorat qilishni cheklashga imkoniyat berdi. Bu qonundan foydalangan. Chet elning mablag' solishi jihatda Amerikaning navbatdagi huquqini kengaytirishdan darak berdi. Bu qonundan foydalangandi. Amerikaning nozik texnikalarni eksport qilishni boshqarish kengayyotir. Hamda chet elning mablag' solishini boshqarish komiteti orqali xalqaro qo'shib sotib olishni tekshirish komiteti orqali yana bu komitet chet elning Amerikaning bexatarligiga tahdid solayotgan, tahdid soladigan bir holda mablag' solishini cheklash to'g'risida prezidentga taklif beradi. Demak, bu qonun orqali Jungoni qanday jazolash, ya'ni jazolash emas, Jungoning Amerikaga salmoqchi bo'lgan mablag'ini qanday cheklash. Bu darajaga yetganda vatandoshimiz ikki davlat o'rtasida albatta surkilish og'ir bo'ladi. Xalqaro jiddiy holat iqtisod huquq qonuni. Mana boshda aytdik. Xalqaro jiddiy holat iqtisod huquq qonuni bunda huquqni har qanday tepliq mablag' solishga kengaytiradi. Sen qaysi shaklda qanday gap bilan, qanday so'z bilan kirginki mablag' solmoqchi bo'lsang, uni cheklash uchun mana shu xalqaro jiddiy holat iqtisod huquq qonunidan foydalan. Aqsaray bunda ko'rsatdi. Jungo iqtisodiy dushman. Amerika Aqsaray bunda ko'rsatdi. Jungo iqtisodiy dushman. Mana birinchi jumla vatandoshim. Bugun nima dedi Aqsaray? Jungo Amerikaga iqtisodiy dushman. Iqtisodiy dushman. Beijing Jungo'da yasaldi 2025-yil planida qurishga qasam bergan. Planini qurilishga, Jungo'ni qurilishni yo'l qo'yishga qasam bergan. Bir qism ilg'or texnikani nishon qilamiz. Masalan, 25-yil planida Jungo'ni qanday qurib chiqdi? San'at guruhini qanday qurib chiqdi? Biz bir qism ilg'or texnikani nishon qilamiz. Jungo'ning hammasi 2025-yil planini nishon qilamiz. Jumladan bular elektr kuchi, mangdagan mashina, elektr kuchi bilan mangdagan mashina. Yuqori texnikali kema parxod yasash va aviatsiya texnikasi qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Demak, bu texnikalar Amerikaga Jungo ham mablag' solmoqchi. Demak, bu texnikalar orqali Jungo texnika raqobatida Amerika Qo'shma Shtatlaridan eshib ketmoqchi. Buning 2025-yil plani dal shunday plan deyish bo'ldi. Umumyuzlik iqtisodiy iqtisod faoliyatlarida mablag' solishni cheklash. Tamojda beji qo'yishdan keyingi ikkinchi bosqich hisoblanadi. Hozir tamojda beji boshda aytdik, bir oy kechiktirildi. E'lon qilish bir oy kechiktirildi dedi. Endi hozir shu tamojda bejidan keyin Jungoga qarta, ya'ni umumyuzlik iqtisodiy iqtisod faoliyatlarida Jungoda import qilingan barliq tovar mallar bo'lsa kerak. Faoliyatlarda mablag' solishni cheklash. Tamojda bejidan qo'yishdan keyingi ikkinchi bosqich hisoblanadi. Bu tadbirlar Jungoni jazolashga qaratilgan. Chunki Amerika Jungoning savdo faoliyatlari adolatsiz deb hisoblaydi. Demak, boshida ko'rdik-ku, sen 2001-yil Dunyo savdo tashkilotiga kirib, toki bugungacha o'zing imzo qo'ygan qonun nizom nomini ijro qilmading degan gap, shunga Amerika Qo'shma Shtatlari xulosa chiqarib, sen qonunsiz savdo qilgan davlat. Amerika Federatsiyalik hukumat Jungo shirkatlarining Amerikaga mablag' solishidan ansiraydi. Mana bu gap. Bugungi kunda Amerika Federatsiyalik hukumati Jungo shirkatlarining Amerika mablag' solishidan ansiraydi. Prezident Trump hukumatining savdo tahdidi dunyoviy iqtisod gavdasining munosabatlarini va savdo aloqa munosabatlarini hozir o'zgartirdi. Demak, Prezident Trump Aqsaroyga kirgandan keyin ikki cho'ng iqtisod davlati dunyoda deyilsa hozir. Uning birisi Amerika Qo'shma Shtatlari, biri Jungo. Dalmish Prezident Trumpning savdo siyosati hozir ikki davlat o'rtasidagi barliq munosabatlarni o'zgartirdi deydi.